Hazırasızlık ota-onalar, farzandingiz 5-sinf yoki 6-sinfmi? Firdaus maktabidan sizlar uchun ajoyib taklif. Farzandingiz Prezident maktabi uchun kuchli tayyorgarlik ko'rdi, lekin imtihonlardan o'tilmadi. Hech afsuslanmang, sababi 7-sinfdan ixtisoslashgan maktablar uchun yana qabul davom etadi. Firdaus maktabi shunday o'quvchilar uchun 5-6-sinfdan boshlab science, ya'ni tabiiy fanga ixtisoslashgan sinflarni shakllantiryapti. 5-sinflar uchun 15 o'quvchi, 6-sinflar uchun 15 o'quvchidan tashkil topgan sinflar yo'lga qo'yilyapti. Bunda biz kimyo, biologiya va fizika fanlarini boshlang'ich tushunchalarini o'qitamiz. Undan tashqari ingliz tilini ham o'qitamiz. Sababi 7-sinfda imtihonni nov bo'yicha topshiradi desa, science bo'yicha 30 savol, ingliz tili bo'yicha 15 savol tushadi. Bunda kimyo bo'yicha, biologiya bo'yicha va fizika bo'yicha umumiy 30 savol tushadi. Ingliz tili bo'yicha esa 15 savol. Farzandingizni doktor qilmoqchi bo'lsangiz yoki farmatsevtika bo'yicha o'qitishni xohlasangiz, bu imkoniyat aynan siz uchun. Joylar soni chegaralangan sababi har bir sinfdan 15 dan o'qitiladi. Atigi 30 o'quvchini qabul qilamiz. O'z o'rningizni band qiling, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing.